Yangiliklar. Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan studiyada Dilfuza Yusupova. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasida chuqur transformatsiyalar davrida davlat boshqaruvi samaradorligini baholash tizimlari, global bilimlar almashinuvi va yangi istiqbollar mavzuida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Koreya davlat boshqaruvi instituti katta ilmiy xodimi Min Ho-le intervyusi. 우즈베키스탄을 포함해서 많은 국가들을 대상으로 한국의 행정이 어떻게 그동안 발전했는지를 Bugungi o'tkaziladigan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyada asosiy maqsad Koreya va O'zbekistonda davlat boshqaruvi tajribasini almashish va ikki tarafdan har xil g'oyalar va o'zlarining kommentlarini bildiradigan Koreya tajribasiga asoslangan holda Koreya qanday qilib rivojlandi va unda davlat boshqaruvining o'rni va davlat boshqaruvida xizmat qiladigan barcha xodimlarda qanaqa kvalifikatsiya bo'lishi kerak va xuddi shunaqa O'zbekistonda ham Koreya tajribasini qo'llasa qanaqa amaliy natijalar beradi degan bir nechta turli xil savollarga javob berish uchun bugun yig'ildik. Men o'ylayman, bu konferensiya juda ham amaliy ahamiyatga ega bo'ladi va Koreyada o'zlarini tajribalarini oshirmoqchi bo'lgan bir nechta xodimlar tahsil olishiga va undan tashqari Koreyadan ham malakali mutaxassislar kelib, bu yerda o'zlarini mutaxassisliklari bo'yicha o'zlarini qimmatli, demak, tajribalarini ulashib ketish uchun yaxshi konferensiya bo'ladi deb o'ylayman. 경험 공유 차원에서 중간 어떤 피드백 자리로 Yig'ilishda Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasi hamda Seul davlat boshqaruvi assotsiatsiyasi o'rtasida anglashuv memorandumi imzolandi. Tahlil va tadqiqotlar sohasidagi kompetensiyalar markazi bosh ilmiy xodimi Dilafruz Fayziyeva fikrlari. Bugungi tadbirimizning asosiy maqsadi bu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi faoliyatini yanada takomillashtirish hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga tegishli farmonlari, ya'ni akademiyaning xalqaro institutlar, xorijiy ilmiy ta'lim muassasalari bilan nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligini izchil rivojlantirishda ustuvor vazifalardan biri deb belgilangan. Hamda mazkur vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida 2026-yil, ya'ni bugungi kunda Akademiya hamda Seul davlat boshqaruvi assotsiatsiyasi hamda o'sha Koreya hamkorligida katta transformatsiya davrida davlat faoliyatini baholash tizimlarini global tajriba almashinuvi yangi istiqbollari mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tmoqda. Tadbir davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish hamda davlat faoliyati samaradorligini baholashning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish, raqamli transformatsiya, strategik boshqaruv, shuningdek xalqaro hamkorlikning dolzarb yo'nalishlari bo'yicha ilg'or tajribalarni muhokama qilish uchun hamda o'zaro tajriba almashishga bag'ishlanyapti. Bunda albatta ikkita davlatning strategik ahamiyatga ega bo'lgan boshqaruv strukturalarini, ya'ni rivojlantirish, xorij tajribasini qo'llash, Koreya tajribasini O'zbekistonda qo'llash, bu ya'ni yaxshi katta natijalarga olib kelish orqali, ya'ni davlatning rivojlanish samaradorligiga katta ta'sir qiluvchi omillardan biri desak bo'ladi. Siz yangiliklar bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.